Barchangiz Navatalon yangi mahsulotlar konferensiyasiga xush kelibsiz. Silvio Antonio Manna, Alessandro Schiavoni e Luca Donati. Welcome. Aynan Navatalon kompaniyasi ilk bor o'z faoliyatini 1982-yilda Italiya markazida boshlagan. Menimcha mana shunday hayajonli daqiqalarda Italiyadan tashrif buyurgan mehmonlarimiz uchun qarsaklarni balandroq chalsak yaxshi. Tashakkur. Navatalon Italiyaga toza mahsulot chiqarish uchun harakat qildi. Shu odamlar hayotini o'yladi, sog'lig'ini o'ylagan maqsad. Odamni Navatalon uchun qadrlaymiz. Ustozni qay darajada yuqori tutish. Hozirgi kunda ustoz bilan shogird an'analari sal buzilib qolganligi holatida ustozlarni qanchalik yuqori tutishligi